Index va match funksiyalari qachon ishlatiladi? Index funksiyasi jadval yoki massivdagi berilgan qator va ustun bo'yicha katak qiymatni topish uchun ishlatiladi. Masalan, siz ma'lum qator va ustundagi qiymatlarni bilmoqchisiz. Index shuni qaytaradi. Bu yerda sintaks va misollar ham keltirib o'tilgan. Ushbu videoni pastdagi izohlarni qarasangiz, barchasi haqida to'liq ma'lumot berilgan. Match funksiyasi qachon ishlatiladi? Match funksiyasi qidirilayotgan qiymatning qaysi qator yoki ustunligini joylashini aniqlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, siz biron bir ismni qaysi qatorda ustunda ekanligini topmoqchisiz. Shunda siz match funksiyasini ishlatib, tartib raqamini qaytarib olishingiz mumkin. Ushbu funksiya uchun ham quyidagi izohlarda sintaksis va misollar keltirib o'tilgan. Index plus match qachon ishlatiladi? Index va match ko'pincha birgalikda ishlatiladi. Chunki kombinatsiya VLOOKUP ga qaraganda kuchliroq va moslashuvchanroq bo'ladi. Qidirilayotgan qiymat chap tomondan bo'lishi shart emas. VLOOKUPdagi cheklov yo'q. Misol uchun VLOOKUP degan funksiyamiz bor. Bu faqat chap tomondan bo'lishini qidirishni boshlaydi. Lekin bunda cheklov umuman bo'lmaydi. Qator va ustunlarni mustaqil boshqarish imkonini beradi. Xulosa, indeks ishlatiladi qachonki jadval, qator va ustun bo'yicha qiymatlarni olish uchun. Match qachon ishlatiladi? Qidirilayotgan ma'lumotning joyini, joylashgan tartib raqamini topib olish uchun. Index plus match qachon ishlatiladi? Moslashuvchan va kuchliroq qidirish uchun ishlatiladi. Ayniqsa VLOOKUP o'rniga. VLOOKUP degan funksiyamiz bor, o'shuni o'rniga.